هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Naml tefsiri 87. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Naml suresi 87. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. O günde sur çilindi. Allah xalığanlardan, yani perişteler, peygamberler ve şehitlerden başka asmanlardaki ve zimindeki hemen korkunuş basıdı. Hemme Allah'a boysunğan aldı kelidi. Tağlarını turğun aletde guman kılısan. Halbuki ular bulutdek çögülep turdu. Bu hemen esini puxtu yaratkan Allah'ın önürdür. Allah hakikaten sizlerning qilmishinglardan to'liq xabardardir. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiliklaridan obdanroq mukofotga erishadi. Ular bu kunda qo'rqinchidan amin bo'ladi. Yomon ish qilganlar davzaqqa yuzi bilan tashlanadi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolanasizlar. Qiyomat kunidagi qo'rqinishlar ve o günde yaxshi amalga mukofot, yomon amalga jazo berildiganlik to'g'risida. Bu oyatlerde Allah Teala sur chilindigan kundagi qo'rqinishdan xabar berdi. Hadisda sur mungizda chilindi deb bayon qilingan. Sur haqida kelgan hadisda mundaq bayon qilindi. Shek shubhisizki Israfil Allohning amri bilan sur chaladi. Tunji qitimliq qo'rqinchli surni üzüp çaldı. Yani şu tuncu sur dünyanın ahırlaşıp terik kalgan yaman insanlara kıyamet hain bolgan çığıdı çelindi. Şunun bilen asmanlardaki ve zimindeki kişilerini korkunuş basıdı. Allah halıganlardan yani periştiler, peygamberler ve şehitlerden başka yani ula şehitlerdir. Ula hakikaten Rabbinin dergahida terik bulup rızıklandırılıp durdu. İmam Müslim Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qildi. Bir adam Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'nun qishig'i kelib, sen sözligin Kıyamet mundaq iş bo'lganda qoyim bo'ladi degan bu hadisning ma'nosi nima dedi. Abdullah Allah pakdir yoki Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir degan so'zni yoki u ikki so'zga o'xshaydigan so'zni qilib haqiqatan hech bir odamga bir narsa so'zlab bermaslikni niyat qildi. Men faqat sizlar azgını müddettin keyin çoğun bir işini körsüler, u bosumu Kabe harap kılındı ve mundaq işler yüz berdi dedi. O sözünü devamlaştırıp mundaq dedi. Peygamber aleyhisselam bizge ümmetim içinde Deccal çıkıp 40 vakit durdu. 40 gün mü, yoki 40 ay mı, yoki 40 yıl mı bunu bilmeymen. Andın Allah Teala Meryem'nin oğlu İsa aleyhisselam'ın evetidir. O goya Urve İbni Mes'ud kıla okşaydı. Urve İbni Mes'ud kıla okşaydı. İsa aleyhisselam Deccal'ını izdep tepip onu halak kılıdı. Andın keyin insanlar öz ara birbiriga hech qanday adavati bo'lmagan holda 7 yil yashaydi. Ondan Allah Teala Şam tarafdan
salqin bir shamolni avatidi. Bu shamol yer yuzidagi dilida zarrachilik yaxshilik yoki iymoni bor kishining hammasining jinini oladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Agar sizlarning biringlar tog'ning o'nkirga kirib olgan taqdirdami, bu shamol u o'nkirga kirib uning jinini oladi. Shuningdan keyin yer yuzida yomon ishlarni qilishda, qushlarning uchishidek tiz bo'lgan, bir-biriga xiris qilishda yomon yirtqich hayvonlardek bo'lgan, yaxshi ishni bilmaydigan, yomon ishni ayiblamaydigan eng eski odamlar qoladi. Shuning bilan shayton ularning qishig'a inson suratida bo'lib kelib, da'vatimni qabul qilmamsizlar deydi. Kishilar sen bizni nimaga buyuraysan deydi. Shayton ularni butlarga ibodat qilishga buyurdi. Shayton ularni butlarga ibodat qilishga buyurdi. Shu vaqtda ularning rizqi, turmushi yaxshi bo'ladi. Ondan keyin sur chelindi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Sur ovozi yetgan har bir odam uni yaxshi anglash uchun bo'ynini so'zib, u yoq bu yoqqa qaraydi. To'g'isining o'qirini yasayotgan bir odam bu ovozni tunji bo'lib anglaydi. U o'lidi. Ondan kishilarning hammasi o'lidi. Ondan Alloh taolo xuddi shabnamdek yomg'ir yog'dirdi. İnsanların cesetleri şu yağmurdan ünüp çıkıdı. Ondan yeni bir qitim sur chelindi. O vaqtda ular özlerinin nimige buyurulduğanlığa qarab turdi. Ondan ey insanlar, sizlar Rabbinglarning qishig'i kelinglar deyildi. Ularni to'xtatib turinglar. Ularni to'xtatib turinglar. Chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Ondan devzaq ahlini tartib chiqaringlar deyildi. Qanchalik tartib chiqarildi deb so'rildi. Her 1999 ni deyildi. Yani şu gün dehşetidan balalarning beşini aqartib yutadigan kundan qattiq saqlansizlar. Degan kundir. Ana shu kun o kunda, yani qiyomat kunida ish qiyinlashidi degan kundir. Ondan keyin sur chelindi. Sur ovozi yetgan odam uni yaxshi anglash uchun bo'ynini so'zab, u yoq bu yoqqa qaraydi. Qo'rqinch surdan keyin o'lim suri chelindi. Uning orqasidan mahluqotlarning hammasi qabrlardan turib, olamlarning Robbining oldiga yig'ilishi uchun sur chelindi. Sur haqida kelgan hadisda mundaq bayon qilindi. 3-qitimliq sur chelingan chaqda Alloh taolo ruhlarni surning og'ziga qo'yishga buyurdi. Jasadlar qabrlarda va o'rinlarda ungandan keyin İsrafil aleyhisselam surni chaladi. Sur chelingan vaqtda ruhlar tarqaladi. Mu'minlarning ruhlari nur bo'lib yoriydi. Kafirlarning ruhlari qorong'u bo'ladi. Ondan ulug' va katta Alloh, mening izzatim va ulug'liqim bilan qasamki, albatta ruhning hammasi o'zining jasadiga qaytarildi deydi. Shuning bilan ruhlar o'z jasadlariga kelib, zahar bandanga tarab mangandek, zahar badanga tarab mangandek jasadlarga taraydi. Ondan ular üstü beshidagi to'pchanglarni qoqqan holatda qabrlardan turdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: u kunda ular qabrlardan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek mahshargohga yugurdi.
tağlarni turg'un holatda gumon qilasan. Halbuki ular bulutdek cho'gilab turdi. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunaridir. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Ya'ni tağlarni o'z o'rnida ching turgan mustahkam holatda ko'rsan. Halbuki tağlar bulut mangandek mengib turdi. Ya'ni o'z o'rinlaridan yo'q bo'ldi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi. U kunda osmon qattiq tavraydi. Tağlar qattiq sayr qiladi. Ya'ni zaminning ustidan to'zib yo'qolib ketadi. Ular sendan tağlar to'g'riliq, ya'ni tağning oqibatining qandoq bo'ladiganlik to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, Rabbim ularni hukm talqon qilib, ondan shamolni avatib uni so'raydi. Ularni tuzlanglikka aylandirdi. U yerlarda ne cho'nqurlikni, ne egizlikni ko'rmaysan. U kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tağlarni yo'q qilamiz. Zaminni ochoq, tüp-tüz ko'rsan. Ya'ni uning o'sib turadigan tağ, ya'ni uni to'sib turadigan tağ, daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mahshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Bu hamma narsani puxta yaratgan Allohning hunaridir. Ya'ni ana shularning o'zining katta qudrati bilan qiladi. Ana shularni o'zining katta qudrati bilan qiladi. Allah hamma narsani puxta yaratdi va uningda hikmatni o'rinlashtirdi. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Ya'ni bandalarning qilgan yaxshi va yomon ishlarini bilguchidir. Ularning qilgan amallari yaxshi bo'lsa, to'liq mukofotlaydi. Yomon bo'lsa, to'liq jazolaydi. Alloh taolo bu kundagi baxtliklar va baxtsizliklarning holini bayon qilib, mundaq dedi. Yaxshi ish qilganlar qilgan yaxshiligidan obdanroq mukofotga erishadi. Bu vaqt qatada ixlos bilan deganlik bo'ladi, dedi. Alloh taolo yana bir yerda bu yaxshilikqa 10 hassa ajr bor deb bayon qiladi. Ular bu kunda qo'rqinchidan amin bo'ladi. Alloh taolo yana bir oyatda mundaq degan. Cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Shubhisizki bizning oyatlarimizni burmalab tushuntiradiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni davzaqqa tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xohlaganinglarni qilinglar. Shubhisizki Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Mollaringlar va bolaringlar sizlarni bizga yaqinlashtira olmaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qilgan amallari uchun hassilab savob berildi. Ular jannatning asl uylarida har qanday ko'ngilsizlikdan amin bo'lgan holda turdi. Yomon ish qilganlar davzaqqa yuzi bilan tashlandi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Ya'ni Alloh taologa hech qanday yaxshi amali yo'q holatda yomon amallar bilan uchrashgan kishi yoki yomon yaxshi amallarini besib ketgan kishi faqat o'z amallariga tushliq jazoga tashlandi, tortildi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, men faqat Alloh hurmatli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Rabbiga ibodat qilishga buyurildim. Hamma narsa Allohning mulkidir. Men musulmonlardan bo'lishqa
Qur'on o'qishga buyurildim. Kimiki hidoyat topadigan, u o'zining foydasi uchundir. Kimiki azadigan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. Sen uningga aytqinki, men faqat ogohlantiruvchidirman. Men faqat ogohlantiruvchilardirman. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, jami hamda sana Allohga xosdir. Allah sizlarga qudratini ko'rsatib beradigan alomatlarini ko'rsatdi. Sizlar ularni tonish, foyda bermaydigan chaqda tonuysizlar. Rabbing sizlarning qilgan amallaringlardan g'ofil emasdir. Allohga ibodat qilishga va Qur'on bilan da'vat qilishga buyurish to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo payg'ambarga xabar berib va uni mundaq deyishga buyurdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, men faqat Allah hürmetli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarramaning Rabbiga ibodat qilishga buyurildim. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavmingning mushriklarga aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabz ruh qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mu'minlardan bo'lishga buyurildim. Allah hürmetli qilgan bu shahar, ya'ni Makka mukarrama, ya'ni u shahar Alloh taolaning hurmatli qilishi bilan shariat jihatdanmi va qadr qimmat jihatdanmi hurmatli qildi. Imom Buxoriy va Muslim bu vaqtda Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Makka fathi bo'lgan kunda mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu shahar Makkani Alloh osmon va zamin yaratgan kunda hurmatli qildi. U shahar Allohning hurmatli qilishi bilan toki qiyomat kunigacha hurmatlidir. U shaharning tikini chepilmaydi. Hayvonlari ovlanmaydi. Tushib qolgan narsani maxsus tayinlab qo'ygan kishidan boshqasi olmaydi. Bu shaharning o't cho'plari yulinmaydi. Hamma narsa Allohning mulkidir. Ya'ni u bu shaharning Rabbidir. Hamma narsaning Rabbi va podshohidir. Uningdan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir. Men musulmonlardan bo'lishqa, ya'ni Allohni bor va bir deguchilardan, ixlosmandlardan, Allohning amriga bo'ysunguchilardan ve onunla itaat qilguvchilardan bo'lishga buyurildim. Qur'on o'qishga buyurildim. Ya'ni kishilarga Qur'onni o'qib berishga va yetkazishga buyurildim. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu bo'lsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir va hikmatli Qur'ondir. Iymon etgan qavm uchun sana Musa ve Fir'aun qissasini haqliq asosda o'qib beramiz. Ya'ni men yetkizgichi ve ogohlantiruvchiman. Kimiki hidoyat topadigan, u o'zining foydasi uchundir. Kimiki azadigan, uning vaboli o'ziga bo'ladi. sen uningga aytqinki, men faqat ogohlantiruvchilardanman. Yani özlerinin kavmini agahlandırgan, ulağa peygamberlikini yetkizişten ibaret, özlerinin üstüdeki mecburiyetini ada qilgan ve ahdilariga ixlos qilgan peygamberler men üçün ülgüdür. Ularning ummetlerinden hesap ilişqa Allah kepildir. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi. Senin mesuliyetin fakat tebliğ kılıştır. Bizning mesuliyetimiz hesap iliştir. Sen fakat ulanı Allah'ın azabından agahlandırgıçsan.
sen faqat ularni Allohning azobidan ogohlantiruvchisan. Allah hamma narsani tasarruf qilguchidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, jimi hamda sana Alloh xosdir. Ya'ni birərini azoplamoqchi bo'lsa, uningga ogohlantirish berib, uning ziyniga pok turg'izgandan keyin azoblaydigan Allohga barliq hamd sanolar bo'lsin. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Namlning tafsiri tugadi. İnşallah kelar qitimda sura Qasas tafsirining 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.